Faktorial nima? Faktorial sonni nechidan necha bo'lsa, misol uchun 3 bo'lsa, 1 dan 3 gacha ko'paytmas degani va 3 faktorial degani 1 kara 2 kara 3, ya'ni 6 degani. 6 faktorial degani 1 kara 2 kara 3 kara 4 ko'paygan 5 ko'paygan 6 degani. 6 120 720 degani 6 faktorial. Endi bu misollar qanday ishlab ko'ramiz. 30 faktorialni 1 dan 30 gacha yozib o'tirishimiz. 28 faktorial ko'paygan 29 kara 30 deymiz. Maxrajga 28 faktorial. 28 faktoriallar ketadi. Keyin bu ikkovini ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. 0 2 3 kara 9 27 ikkisi 6 6 kara 2 8 870 bo'ladi. Bular ham xuddi shunday. 30 faktorialda 30 faktorial taqsim 25 faktorial ko'paygan odam 25 faktorial deyishdan qolganini o'zini yozib qo'yamiz. 26 kara 27 kara 28 maxraji o'stiriladi. 26 kara 7 kara 28 25 faktoriallar ketib qoladi. Keyin bular ham ketadi. Natija 30 faktorial qoladi. 30 faktorial. Javobda shu beriladi. Hisoblab o'tirish shart emas.